Assalomu alaykum hurmatli GPS Tracker uz obunachilari. Bugun Micodus kompaniyasidan MV701N nomli GPS Trackerni obzordan o'tkazamiz. Demak, MV701N GPSimizning komplektatsiyasida GPS, unga kerak bo'ladigan sim, relay, двусторонний скотch va instruksiyasi. GPS trackerimizning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. GPS trackerimizning vazni 31,6 grammdan iborat. Uning uzunligi 75 mm, kengligi 26 mm, balandligi 12 mm dan iborat. GPS trackerimizning o'zida akkumulyator mavjud, uning hajmi 140 mAh. Shuningdek, GSM micro SIM karta tushadi. Mana bu Micodus kompaniyaning приложенияsi. U yerda GPSlaringizni real vaqtda ko'ra olasizlar. Mana bu yerda hozir mana shuncha GPSlar o'rnatganmiz. Mana yashillari qimillayapti, qizillari hozir joyida turibdi. O'sha tepasida stop belgisi bo'lsa joyida turibdi, tepasida qanchadan beri to'xtab turibdi. Misol uchun mana bizda yashilimiz bor, mana qimillayapti 46 km/soatiga. Agar istoriyasini ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana playback bosamiz. Ko'rsatadi, mana bugun hali yurmaganda. Lekin agar datani tanlasak, misol uchun 28-may desak, ozgina kutib turamiz, mana polning xaritasi bilan ko'rsatib beradi. Bu yerda xohlasanglar tezligini tanlaysizlar, qanchalik tez ko'rsatishini. Mana bu tepasida esa sekin yurg'izsanglar bo'ladi, ko'rib olsanglar o'zingizlar. Kamida GPS ustiga bossanglar, batareykasi necha foizligi, hozir onlaynmi yoki offlaynmiligini ko'rsanglar bo'ladi. Mana GPS Sputnik'i mana tagida batareyani ko'rsanglar bo'ladi. 7 ta Sputnikka ulangan shu vaqtgacha. GLONASS Sputnik'i bor, BDS Sputnik'i bor. Hozir GPS trackerimiz GPS modida, GPS Sputnik'ida ishlayapti. Xohlasanglar SMS kod yuborib boshqa modlarga ham o'tkazsanglar bo'ladi. Mana tagida mana voltage, hozir mashinalar necha volt berayotganini GPS ga ko'rsanglar bo'ladi. Mana ACC bu kalit, включен yoki ochiq. Door bu eshiklari yopiq yoki ochiq. Static time bu уже qanchadan beri turibdi ko'rsatadi aniq vaqtini.